الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد. وكان كده أصلا دوامه. وقد روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. إمام أحمد رواية قدرته. إمام أحمد في كل شيء خلطاش المسند دين كتاب رواية المسند. مثلا إمام بخاري سيد البخاري دبغون إمام أحمد دين كه المسند. إمام أبو داود مثلا سنن أبي داود دين مسند أحمد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسابدا روايته في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كده جابر رضي الله عنه إنك مشنا ديالكن رواية كده. روميا يوم الأحزاب سعد بن معاذ. أحزاب كنا يعني خندق غزوة بوغان كنا شو جندا يوم ديالنا biz bir kun mu deymiz şu can boğan gün ya şu canın özünü deymiz. Mesela Yevm Bedr, Yevm Uhud diye. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu Ahzab gazetida okula yaralangan. Çünkü Müslümanlar o nimalar asasen unda giralishib janlış bo'lmadi. Xandak to'sab qo'ydi. Faqatlamaliqqa bir badbaxt atlab o'tib muqigan hazratlarga o'tiradi uni. Bundan boshqa asasen o xandakni bo'sab atlab ichiga ahvol bo'lmadi. Nonga o'qqa chiqqan bo'lish kerak turib. Shu chog'da Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhuga o'q tekkandi deydi. Faquti'al jildu. So'ng terisi kesib ketib, balki shax to'mirildan birasidan unda qon oqqan. Fahasamahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bin nari. Şuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uni o't bilan dag'ladi yoki o't bilan kuydirib to'xtatdi qonni. Shu chog'da unda charilmadi ekan boshqa. Oxiri davai al-kay. Nima? Fantafaqat yaduhu. Shundan Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu qo'li ishib ketdi. Go'shini pishirdi o'g'am. Ha, o'shaning go'shini dag'lab pishirdi, kuydirdi. Kuydirayotgan kim bu itlidan atomi qan eqiyotgan to'g'ri shunlardan etildi. Qan to'xtaydi. Qan to'xtadi keyin ishib ketdi. Yallig'inib, jirangdab ishib ketgan gap. Falamma ra'a zalika, shon bu ahvolni ko'rgan chaqda qala Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu duo qildi. Allohumma la tukhrij nafsi hatta taqarra ayni min bani Qurayza. Ey Alloh, mening jinimni taki Bani Qurayza Yahudilardan yani endimni ammıgıça deydi. Taqarrayni degan ko'nglim zodi aram topmoqcha, aram topqizmoqcha ko'nglimni. Yani endimni olcha, dardim chiqmoqcha, mening jinimdan musla deb duo qildi. Nima uchun Bani Qurayza shunda musulmonlarga vafosizlik qilib xiyonat qildi. Fastamsaka irqu. Shundan tumuri qansirashdan to'xtadi. Yani tuttu deymiz, istamsaka. Iqishni to'xtadi deymiz. Irq degan tumurin deymiz. Fama qatara qatratan hatta nazalu ala hukm Sa'd. Şu onun tumuridan bir tamchi qon tushmadi taki Yahudilar Sa'd ibn Muazning hukm qilishiga ma'qul kelgunga qadar bir tamchi qon temib boqmadi. Shunda ishni to'xtatdi. فأرسل إليه فأرسل إليه فأرسل إليه فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم Sa'd ibn Muaz'ni aklishni adam yuvatdi deymiz. Fa'ursila ilayhi degan adam yuvatildi Sa'd ibn Muaz'ni aklishga. Fahakama an yuqtala rijaluhum. Shundan Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhu shu Rasulullohning masjidida chidirib qurib berilgan o'sha davolash uchun. O'shadan undan eshakka otib akeldi sahobalar. Sonra hüküm kılamasa degan chaqda shu Bani Qurayza Yahudilarning erlari hammasi o'ltirilishga, erlarini o'ltirishga va tusba nisa'uhum va dararihim. Ayollari va bola chaqalari hammasi qul qilinishga, sabiyan da o'ldirilib qul qilinish. Darari degan zurriyadan kelgan. Liyasta'ina bihimul muslimun.
Demek aşı olcular, Müslümanlık olup çıkan iken, Müslümanlar aşulardan faydalanır. Bu normal iktisattan da. Sadağının Müslümanlar aşağıdan faydalanır. Küçük olsa da fayda hüküm kıldı. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حُكْمِهِ hüküm kılıştın farık olandan keyin اِنْفَتَقَ اَرْقُهُ bir ayette bizde koy. Yani sevablar ratqan fafataqnahuma deb. Ama fataqa degan so'z bilan keldi. In fataqa shunda adam eshib ketdi. Aslida yim bo'lgan narsa, tutgan narsa vaqtida eshib ketdi. Yerilib ketdi. Tumur yerilib ketdi yana. Aslida davg'aya yana shundan qo'yib qo'ydi. Adlar o'ltirildi. Başka kutum olacaklar hammasi o'z yilında hüküm qilma qanken Yahudilar işte ekilib kalısını çap qildi. Hatta bazını kichik bolalar 14-15 yosh bo'lganlarni balaga yetdimi yetmadi deb ishni saqlab yo'q. Saqlar. Ondan ungan bo'lsa o'rtiga bu bir nima fasilamdi. Bu erlar qatori o'tdimi yoki kichik seviy bo'lami deb buni o'qish uchun o'rta qarab ondan şuna Muhammed ibn Ka'b al-Qurazi de müşahhadislerde rivayette çok isim uçraydı. Qurazi degan Beni Qurayzadan degan şunun tabi. Biz Qurashi degandik. Şu mushvaqalikda şuna kichik bo'ladi. 12 yosh, 15 yosh unda. Bunu şu qatorda eklaya bundan qaragan ekan, kichikkan bo'lar, mana qoldirib qo'yganlar. Yani shu o'zi rivoyat qilgan hadislarda deydi. Men shu kunda aslında çoğu olanı bulmamı da karanlıkların kiçik olurken bana ayrı layık kapağın diyen de özü kendi rivayet ediyor. Şu Yahudilerin avlatları. Çünkü Müslümanlar olacaklar onu terbiyeler, Müslümanlar terbiyeler yetiştirdiler. Kendi hadisi rivayet ediyor. Şunların hemen birbirler kalısını çapkan. Hüküm qilib qolgan infataqa irquhu tumur yerilib ketib va saladdam yani qon aqishga boshladi. Wahtadanahu sallallohu alayhi vasallam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunlarni ushlab oldi deydi. Faja'alat ad-dima'u tasilu alayhi. Shunlar qonni Rasulullohning ustiga iqib ketdi. Va mata Sa'dun minhu. Rasululloh unda quchoqlab oldi, keyin undan uni uyga olib qo'ydi. Shu qansirash natijasida Kim uyda şu kuni kechdi mo'yatsi uyab qoldi. Vaqtimida ila manzilihi uyga ko'tarib opirildi. Va lam ya'lam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bimauti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muazzinga o'lganligi, vafot topganligini uqmadi, xabarsiz qoldi. Mana diqqat qilaman, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabarsiz qolgan. So'ng fa'atahu Jibril. Jibril alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi keldi. Faqala ya Muhammad من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن فرحا Osmonlarning darvozalari uningga ochilib ketgan va Rahmonning arshi xushalliqdan tavrab ketgan, titrab ketgan, tavrab ketgan mushu zot, mushu o'lgan kishi kim zodi deb Rasulullohdan so'radi. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا إلى سعد بن معاذ. رسول الله درhal Sa'd ibn Muaz'dan qismi yugurdi. فوجده قد مات. Onlar bunun ölüp ketganligini gördü. ولما دفن رضي الله عنه. Sa'd ibn Muaz radhiyallahu anhu dafn qilingan chaqda وشيعه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة والملائكة وشيع degan uni billi mingib uzatib qo'ydi degan bo'ldi. Billi mingib uzatdi degan bo'ldi. Masalan, uyga mehmon kelsa, biz pastga billi tushib, ani ko'chadan ozg'in chiqqicha uzatmoq bu ya'u. Yoki meyitni ko'tarib, yerga qo'yib qolgan qadar shu ustida turib, ashunda qaytib chiqsak, bu tashya. Ko'pincha shu meyitga ishlatamiz. Rasululloh va billi turgan sahabe kiramlar hatta farishtalarmi Sa'd ibn Muaz radhiyallohu anhuning jinosiga ergishib mingib yerligida qo'yib qaytdi dedi. Sabbaha sallallohu alayhi vasallam va sabbaha an-nas ma'ahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasbih etdi
Resulullah bilan billa sahabilimi tasbih etdi. Faqalu ya Rasulullah va lima sabbahta? Ya Rasulullah, nima uchun tasbih etdilar? deb so'radi. Qala laqad tadayaqa ala hada al-abd as-salih qabruhu. Subhanallah dedi. Ha? Yerligini qo'ydimi ha? Qo'ygan ekan Rasulullah sallallohu alayhi vasallam shuna turiblam subhanallah dedi. Degan ekan peshki og'ziga sahabilimi subhanallah dedi. Rasulullohga agishdim. Eshitdim. Subhanallah deb undan sababini qilmay ya Rasulullah deb tasbih etib qoldigo degan ekan. Laqad tadayaqa ala hada al-abd as-salih qabruhu. Mushu salih bandining qabrisi uningga taqib qildi dedi. Yani talishib ketdi dedi. Tadayaqa. Hatta farrajahu Alloh anhu. Oxiri Alloh taolo buni doim aytib berdi. Aslan qabr talishib sal siqib ketgan. Undan Alloh taolo kan aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam andar nima uchun o'sha qabrimizda talishib ketgan siqib ketgan? Endi Rasululloh so'ralgan chaqda faqala kana yuqassiru fi at-tahuri min al-bawl. Yani shunda katta sahaba. Bu sahaba shu Mus'ab ibn Umayrni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga yotib islomga o'tishga. Shu chaqda Mus'ab ibn Umayrning qo'lida musulmon bo'lgan. Fayda katta bir sahaba. Hatta mana shu Uhud g'azotlarida sahabalarga vasiyat qilgan bo'ladi. Sizlardan birini tirik qilib Rasulullohga bir ajal etib qolsa men rozi emasman. Bunda bir katta bir sahaba. Ya'ni vafot bo'lganligiga Alloh taoloning arshi titrab ketgan bir katta sahaba. Lekin shunda bir diqqat qilmagan yerlar bor ekan. Yani sudikdan tazilib bundan hukumatdek bir ahvol bo'lib ekan. Kan yuqassiru fi at-tahur min al-bawl wa ma'na zalik annaha kanat afwa azhabatha hasanatu Sa'd. Mana buni ma'nosi shunda aslida bir xatolik bor ekan. Diqqat qilmagan yerlar bor ekan. Lekin Sa'd radhiyallohu anhuning nurg'un yaxshiliklari, nurg'un fazilatlari, nurg'un fidokorliklari bo'lg'achqa bu xatolikni shundan fidokorliklari, yaxshiliklari juyatdi demoqchi. Hafva degan bir xatolik, savallik xatolik. Likulli alimin hafva va likulli jawadin kabwa. Har qanday olimning bir xatoligi, savalligi bo'ldi. Har qanday yaxshi otninki bir mudrab ketish bo'ldi. Yoki kutishib ketish bo'ldi. Kabwa. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. الله تعالى Peygamberine şu Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh için istiğfar etişte buyurdu. Ve mahatha salihatuhu. Onun yaxşı amelleri aş hatalıkını jüyetti. Fecema'allahu melaiketehu ma'ar rasuli fil istiğfar. Şu sorunda, melaikenin katlaşkan sorun boğaçka istiğfar etişte buyurgan ekan, farishtalar onun uchun istiğfar etgan. Bundan keyin ba'zi bir qilgan gunoh, xatoliklarni yaxshi amallar yuyitadi. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Zalika zikra lil-zakirin. Mana al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yani yaxshi amallar xatolik, gunohni yuyitadi. Ba'zi rivoyatda sahoba kiramdan birisi bir qo'm sotgan, qo'mi og'il kelgan bir ayol kelgan ekan. Manda qo'm olib kelgan uychisi uyda bor. Deb o'chirib qo'yilgan. Lekin uy ichigan chog'da bu ayolni suyib deganda bo'lsa, adam yo'q. Suyib keyin o'zi xato ish qilganligini sezib, shundan qo'rqib ketib, men shu gunoh qildim deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tashqib berib, qabbaltu imra'ata, men bundan aramishib qoldi. Bir ayolni suyib soldi degan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ondan aqimiz salata tarafayn nahari va zulafan min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at zalika zikra lil-zakirin. Bir xatolikni inson qiladi. Qilgandan keyin ashunda salih amallarni qiladi. Kanatida chiqirgan namozni qo'yib ondan keyin Abu Sa'd shunda bir yaxshi ishlarni qilgandan keyin u yurib ketadi inshaalloh. Bunda sag'ir gunoh bo'lib qolsa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at zalika zikra lil-zakirin. Demak, ashablarning anda bir diqqat qilmagan bir taraflari bor dedi.
Ondan keyin bunun nurg'un yaxshiliklari buni juyatdi dedi. Yani şu sürükten saqlash masalasi bir tarafda kichikligini bulduğan, bir tarafdan cho'ngligini bulduğan bir ish. Natijasi xatarli. Çünkü sürükten saqlangan holda namozga ta'sir etishi var. Ama bu tarafdan xatarli. Şuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qavrni o'tib qolgan chog'da bu ishkaydan hozir azoblanmoqda degan. Lekin vama yu'azzibani fi kabir. Yani xalqlarning nazarida, kishilarning nazarida cho'ng gunoh deb qaralgan bir narsa azoblanmoqda bo'ladi. Hamda cho'ng gunoh bo'lishi mumkin. Yoki kichik bo'lishi mumkin. Lekin xalqlar buni cho'ng deb qaramaydi. Bizse kan la yatanazahan bu. Suyuqdan toza saqlanib bundan o'qimaydi. Kichiklar bu oddiy gapda bunda qaraymiz. Şuna Resulullah şuna dedi. Ve ma yu'azzibani fi kabir. Kishilarning nazarida cho'ng gunoh deb qaralmaydigan bir ish bu. Lekin shunda aqlda xatarli. Davomli kelanda Aşda işığı dikkat etmeyişler. Bunlar namazga, kiyimden pakizliğe çetiştiş olanlıkken dikkat etmeyişler. Yani bu sahabe olmasa, şunda faziletlik sahabe. Allah Teala'nın da her şey aczatın vafatını bitirip etken. Yani. Dünyadan ayrılırkende bunu kuşallık olan, onu kütüğülüşka, ruhunu kütüğülüşka, aslında kuşallıktan sekirip etken. Her şey. Bunda bir sahabe. Lakin şunda işığı bazı dikkat etmeyişler. Lekin aslında salih amalları, fidakarlıklar çıkılan iken o jülüp gitti dedi. Severlikten Aslında dikkat etmeyen gibi. Ehemmiyet bildirmeyen gibi. Bizim hazır köpekçimiz bilimiz var. Neticede şunga bepervalıkla dikkat etmeyiz. وَلَقَدْ أَشَادَ بِذِكْرِهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yaxşı tarifini qilib maqtadi. Ashada bi zikrihi degan buni nomini tilga olib turib tarifini qildi, maqtadi. Ashada. Mesela bu bunda yaxshisini qilgan, bunda fazilat egisi deganda biz ashada. Wa raf'ihi fi mamati ba'da an rafa'ahu fi hayatihi. Yani hayatida bu shunda yüksek mertebeliga erishgandan sir vafot bo'lgan chog'dimi shunda yuqori ko'tarilganligini ta'riflab maqtadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ve yervi al-İmam Şafii rahimahullah fil ummi. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi'ninki al-um degan kitobi var. Al-um. Bunda bütün fıkh qarashlarini bayon qilgan. İmam Muhammad ibn Hasan bilan munozirlari başka Medine ulamalarıyla münazirleri var. 7 mücellet hazır beşilik var. O müzellinin muhtasırı bilen bildi beşilik. 7 mücellet. Ve revad İmam Şafii fil Yani İmam Şafii diye kitabında yani hadislerini ve rivayetlerini senedilen rivayet kılıdır. Lakin senedilen kelgenmiş. Musnad. Yani bunda rivayetler kıldı. Mesela İmam Ahmed Musnad rivayet kıldı. İmam Bukhari Seyyid rivayet kıldı. İmam Şafii diyen kitabı rivayet kıldı edip ama kitapta aynı rivayet kılganlığını biz diyalemeyiz. Diyen kitabı rivayet kılgan hadisine diyalemeyiz. İmam Şafii diyen kitabı rivayet kıldı. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem işterge fi hamli cüthmanihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ınki cinazesini yani cesedini kötüreşke katnaşkan, özü bivas katnaşkan dedi. Cesedini kötüreş olab qalsa ama yardım nasıl cenazede eleşmesin. Ya ki cenazeden düşürüp yerine koyaş, ya ki cenazeden kötüreşmemiş, muşalağa katnaşkan dedi. Hâzâ teşrifun la yasilu ileyhi teşrif. Bu Ashab ibn Muaz radıyallahu anh için naik bir şereftir. Yani şereflendirişten ibaret. Bunun arkasında şereflendiriş yetmeydi o. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü, yuvastan müzesini kötürep muhtemelen. Ve tekrimun la yebluğu tekrim. Şunda izzetle şeydi. Kâne Sa'd radıyallahu anhu mumteli'en hanakan ala bani Kureyzata li gadrihim. Hanak degen gazap, üçmellik, açık gazap. Bani Kureyda aşu ahdisga vafo qilmaganlik jihatdan, xiyonat qilganlik jihatdan Sa'd radıyallahu anhu Bani Kureyda Yahudilarga qattiq uchmallikka teshib ketgan. Gazaplangan holatda edi. Va mutamayyizan g'ayzan min sharrihim va nukrihim. Ularning yomon ishlari
Naçarlıklardan açıklaş cihatte alayda baş sahabını qaraganda farqlanib turibdi deydi. فأصدر عليهم هذا الحكم العادل الفاصل. Şu sebepten Sa'd radıyallahu anhu şu Beni Kurayda Yahudilerga muşu adil ve uyan kılıtılgan hüküm pişip koydu. Ellezî lâ zulme fîhî. Bu şunda hüküm ki bunun da eşkanda bir zulüm kılış yok. Ve la icihaf. İcihaf diyemem nahçılık diyemem. Çünkü hıyanetlinki cezası her kanda kanun cümlede öyle. Adillik. El hıyanetul uzma diyeyim sana. Yani çok hıyanet. Bu Yahudi'nin de şu sadece namazı hükümlüklerinde çalışılan insan. Çünkü burun İslamiyet kiriştin ilgiri Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu Medine'de aşu Yahudilerle Beni Kurayza'yla ittifaklaştı. Bunu mesela ittifak tuzup kelişim kılıp, ahdname kılıp mesela Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu'nun kabilesiga birisi hujum qilsa Yahudilar ma'voda qo'lishdan urushilgan. Beni Kurayza'ga bizi tinchlik qilsa bo'lmas shu yerda bir qo'lishilgan bunda ittifoqlashlar dedi, yaqindi. Sana kelgandikan unda ular da o'ylab Sa'd ibn Muaz bizning burun yaqinimizda ashuni qilsa bizga yumshoqroq qildi. Boshqa so'rab qolsa erlar emas, butun xotinlarning cho'ng kichik hammani qilib mumkin deb o'qib Sa'd ibn Muaz'ning burungi bir arindachilar ittifoqlashib munosabatimiz bor. Bu bizga biroz yengil hukm qildi, ashuni unugan. Ondan Rasulullah ma'qulimiz deb aşı yarda holatda eshakni yurib Beni Kurayza'ningki qo'rg'indan oldiga kelgan. Wa hina qada sha'nu Beni Kurayza Beni Kurayza'ning ishi bir taraf bo'lgandan keyin, tugagandan keyin qada deydi. Tugagandan keyin qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lan taghzukum Qurayshun ba'da 'amikum. Mushu yildan tadmanda, mush yil hozir Quraysh Medine'ye basıp keldi o. Endi Quraysh Medine bir taraf qilolmay quruq qaytib ketdi. Anki Medine'deki Qurayshning ittifoqlash suiqas planlab hamkorlashganlarni Rasululloh bir-birlab tarmoq qilyapti. Bundan keyin Quraysh Medine'ye basıp kelmaydi. Biz Mekke'ye basıp boramiz. Biz Mekke'ye hücum qilamiz, Quraysh Medine'ye hücum qilmaydi. Çünkü onun nurgun kitapıdan burada. Quraysh ve etrafından umumuna yakın aşında kitaplap kilip mi Medine'ne bir taraf kılaman iken ikinci takım onda kitaplarını kılışına ataydı. Kitaplarının nurgun maksi kılamaydı. Yani Quraysh'ninki bu Medine'ne bir taraf kılış neyse hazır. Eyvesi sundu. Bunun için biz tigiş kılıyoruz, onu tigiş kılamaydı. O cesaretler sunduruldu demek. Fekâne kedalik. Dal Resulullah diyendek buldu. Yani kim Resulullah kana kıldı? Mekke fethi kılıç için badi. Ve vattadal qada'u aleyhim lil muslimina fil Medine. Vattada diyen ulunu müstehkem kıldı diyen oldu. Ulunu müstehkem kıldı. Al qada'u aleyhim yani alel Yahud demek. Yahudilerini tarmar kılış, bir taraf kılıtış. Medine'deki Müslümanların ulunu müstehkem kıldı diyor. Ul hazırlap verdi. فَلَمْ يَبْقَ لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ فِيهَا صَوْتٌ قَطْ. Neticede Medine'de İslam düşmanlarının hiç kanda avazı çıkmaydan olup getirdi. Başında yoktur etmeyen olsa yalnız suikast kıygan bunda davmış. وَخَلُصَتِ الْأَرْضُ لِلْمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ. Ay zemin yani Medine'nin zemini Allah'ın bendilerden boğan ihlasmallarga sap halet kaldı. La yahmiluna fi sudurihim haddan li ahad. Ular ko'ngilda u bir kimga uch adolat saqlamaydi. Chidamaslik, ko'ranmaslik, unda nasli yo'q. Wala adawata li insan. Yoki bir insonga adolat tutmaydi. ويسوسون الناس بالعدل والإحسان والرحمة والحنان. خلايقنا خرالانı adalet ile, ihsan kılışı ile,
rahim shafqat qilish bilan va mehr shafqat ko'rsatish bilan boshqurdi. Yesus degan boshqurdi. La bil quvvati was siyat. Kuch bilan zo'mgarlik bilan emas va qamchilash bilan emas. Siyat degan siyat cho'ldan ko'pniki siyat. Yani qamcha kuch bilan emas, wala bil azabi va tankil. Azab, uqubat yoki qiyin qisqa qilish bilan emas. Laysa lahum hazzun fi malin wala shahvat. Ularning mal dunyo va yoki shahvatlarda nasibasi yo'q. Yani uni birlik etmaydi. Wala rag'ba fi jahin wala sultan. Yüz abroy ve hukukumu qiziqmaydi. وإنما يقصدون النهوض بتكاليف الحياة وواجباتها. Fakat ular turmushning burchlarini ado qilishni maqsad qildi. Yani turmushda biz qilish kerak bo'lgan burchimizni, vajibatlarimizni ado qila olsak deb shuni o'ylaydi. Nuhud degan qad ko'tarish, o'rnidan turish degan. Yani nuhud bi takalif degan ay majburiyatni ado qilish deydi. Ikkisini birlashtirsak unda bo'lgan shu. Yani hayotning eg'irchiliklarni ko'tarib ma'alsam ham deb shuni o'ylaydi. Wal qiyam bi a'ba'id dini wa awamiri va dinning yuklarini, mas'uliyatlarini va amr farmonlarini ado qilishni ham o'ylaydi. A'ba degan ibnga ko'pchiki, yukka deganga mas'uliyati. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Bu sahabeninki tarifi mana Kur'an-ı Kerim'de kelgandir. Ellezine immekkennahum fil ardı. Ular shunday kishilarki, biz ularga ziminda huquqni tutqizsak, immekkennahum tamkin degan hukmron qilsak deydi. Ular namozni joyida ado qiladigan va zakatni ado qiladigan, yaxshilik qilib yuradigan, yomonlikdan to'sadigan shunda bandalardir yani. Xulafa Rashidin shunda sabitdi. Yani hozir bu Xulafa Rashidinga nisbatan bir guvohlik ma'lum. Çünkü ayetning oldinda allazina ukhrijū min diyārihim shunday o'shaning oldida shunday gap bor. Yani diyarlardan shunda nahaq qo'llab chiqarilgan mushunda sahabalar bu. Keyin Makkadan shu ziminga Makka, Madina shu yerga hukmron qilgan ekan, namoz joyida o'qib, zakatni ado qilib, amr ma'ruf qilib, o'qilgan zotlar demak. Sahaba kiramlar shunda qilgan zot. Valillahi aqibatul umur. İslam'inki akıbeti Allah'a qaytıdı deymiz. Ve innel insana la yastazhiru siyasete haula'an nas. İnsan bazılarında aşk kişilerinin, sahabe kiramlarının kan siyasetini şunda bir aniqlab tekshirib bakıldı. Yastazhir degan da aydınlaştırışga tirishib bakıldı dedi. Qanday siyaset tutgan bular, qanday boshqarib tutgan, da bir aniqlab bakay deb qiladi dedi. Shunda deb unda tekshirib baksa, fayamtari'u raw'atan. Raw'a degan hayajon, jushqunlik yoki nihoyatda go'zallik. Raw'a degan shunda ma'nosi bor. Masalan, raw'a degan cho'chib ketganlik, qo'rqib ketganlikni bildiradi. Lekin biz tarafdan go'zallikni bildiradi. Ra'i' deymiz bu. Jushqunlik va hayajonga to'lib ketadi. Va tafidu jawanihuhu i'jaban. Tafidu degan teshib ketadi degan. Javanih degan shu nimasi beqillari. Tafidu javanih degan xuddi ishanda i'jaba, hayrona has qilish bilan to'shab ketib, bu hayrona has undan bor liqillardan eqib ketadi degan. Yani liq to'lganligini bildiradi. بأولئك الذين باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. Kimden hayran qiladi? Ay dunyosini setib, oxiratini setib olgan ash zotlarga hayron qiladi dedi. Va ragibu an a'radil ajila al-faniya. Al-ajila degan dunyodagi darhalanda ko'zga huzuralar var. Al-faniya degan tugab ketadigan. Darhal shunda bir qo'l keldigan
mal matalardan yüzü örgenler kalmağınlar. Arab degan mal mata tovar degan. Sizlar o'tib tugab ketadigan dunyoning o'zir halovatini qalmag'an ashabilarga hayron qiladi. Va tafanau fi irda'i malikil mulki wal malakut. Tüm mulklarning podshosi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni rozi qilish uchun o'zining barlig'ini berishlik Allohga hayron qiladi. Tafana degan o'zining barlig'ini berishlik. O'zini qurbon qilgan dedi. Fanadan chiqqanmish. Fana degan yo'qolib ketishgan bu. Ya'ni Allohning roziligi uchun ajma yo'qolib ketsa mayli deb bunda fidokorlik qilganlar. Al-mulk val malakut. Malakut degan podshohliklar. Bütün igilik ve padişahlıklarının padişahı olan Allah subhanahu wa ta'ala'nı razı kılış için bütün barlığını atıgan ashab-ı kiramlarının tutkan yolluğa hayran kalıdığı dedi. وَجَعَلُوا نُصْبَ اَعْيُنِهِمْ قَوْلَ اللّٰهِ Yani Allah Teala'nın bu sözüne göz aldırıp tutkanlar. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ Kimki aciz degan aldirashmiş, qo'li kelganmiş dunyo hayotini, dunyolik o'zralarni xohlaydi ekan, faqatmiş dunyo o'zralarni ko'zlaydi ekan, ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Xoliq Allohga, ya'ni osh kishilar dunyoni xohlasalar bu dunyo kelib qolish yo'q. Biz ashundan isitib ba'zisi biz xohlasak, gerçekten onunla istegenini belirtiniz. Mesela dünyanın kolu keltireydi, halklarımız dünyaya erişmeye yok. Şuların için bazı liman nurid. Biz halklarla, manınla dünya belirteymek bol. Dep kalsak aşınla belirtiniz. Halkın nesini belirtiniz? Ne neşe? Peki özü halkın nesini olmaz. Biz halkın nesini belirtiniz. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Ondan bizi cehennemden onqana qilmas. Alloh taolaning rahmatidan qo'llangan. Madhur degan, qo'llab surtuqay qilingan holatda, haroratda cehennemga kirgan qilib qo'yamiz uni. Va man arada al-akhirata. Yani kimiki oxiratni iroda qilsa, niyat qilsa, shuni ko'zlasa وَسَعَى لَهَا سَعْيِهَا Közleşilen niyet kıldım ben şunu ahiretini gözlemem de koyamaz. Buna kıldı. Aşağıda layık kolga eriştirdiğin şekilde şu güç çıkarsa, hareket kılsa diyeyim. وَهُوَ مُؤْمِنٌ Yani daha şu mümin olsa, iman cahit olsa, demek üç şart yapılsa, ahiretini gözleş, ve şunga lazımlık hareketini kılış ve mümin bulaş, üç şart yapılsa, فَاُولَٰئِكَ Ana şular, üç şartla toplağanlar, كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Ularının kıygan şirketleri, emelleri savab verildiğin emellerdir. Meşkura diyen, yani Allah Teala ona rahmet edip, ona savab verip mükafatlaydığı. Hâzihi terbiyetul İslam li ehli. Mana bu İslam'ın özünün ehli olan Müslümanlarını terbiyelişidir. Lem yekun muslimun yuhibbu athratan fi malin. Bir Müslüman herkes mi? Bir mal dünyanın mallan şahsi egallasam deb şahsiyetçilik qilishni yaxshi ko'rmaydi. Nega hozircha qadar yaxshi ko'rdi o? Bu nimani bildirdi o? Yani İslam hozir to'g'ri joylashmagan. İslam tarbiyasi to'g'ri bo'lmaganligini ko'rsatdi. Agar İslam tarbiyasi to'g'ri bo'lsa, butun mal dunyoni mallan ilkini chigizib olsam bo'ldi deb unda shaxsiyatchilik qilmaydi. Wala fi ra'yin yoki o'zining ra'yini minimum to'g'ri deb shaxsiyatchilik qilgan ish bo'lmaydi. Wala isti'tharan lam yakun muslimun yuhibbu athratan wala isti'tharan demakchi. Müslüman şahsiyetçilik qilmaydi, yaxshi ko'rmaydi şahsiyetçilik. İsti'thar degani shu. Menlan bo'lsa ekan, menlan bunda tutsam o'sha ishni degandek. Fi mulkin wala siyosat. Podshohlik qilamdi, yoki siyosat qilish qilamdi, yo bir huquq qilamdi. Menlan qilamni tutsam ekan deb yaxshi ko'rmaydi uni. İsti'thar degani şahsiyetçilik. Athar degani shu. Ham buning ta'biri nima? İthar başkalarına ötünüp biriş. Ve yusirun ala anfusihim ve lev kana bihim hasas. Yani başkalarına ötünüp birdi.
شون الأثر والإيثار شكسي قرم قرشمان ومما يحضر من الشواهد الباهرة يرد كن داشتو اتكن نايت اسل كل كورنگان شاللق parlaq muşu degan sözümüzge guvalib beradigan vaqaliklardan derhal bizim kallamiz kıldigine قال عمر رضي الله تعالى عنه لما شرع يفرض الخراج على سواد العراق سواد degan tuproq zaminni bildirdi. To'pi degan qarovulda emasmi? Iroqning yezi qishloqlariga shu terg'iz zaminni. Iroqning terg'iz zaminlarga xarajni, ya'ni baj sedaqni bekitgan vaqtida shar'a degan baj sedaqni belgilashga tutish qilgan vaqtida Hazrat Umar ansarlarga aytgan. "İz yaqulu lil ansari hina jama'u istisharatin." Ansarlarni maslahatga chaqirgan vaqtida ularga aytgan. "Innani lam ad'ukum illa li an tashtariku fi amanati fima ummiltu min umurikum." Men sizlarning ishinglardan mening gadimga mas'uliyat yuklanib qolgan. Ash ishda, ya'ni xaliflik masalasida Qo'limdagi mush amonat ado qilishda sizlarni tan qatnashishga chaqirdim men sizlarni. Birga ko'taraylik vajibni. Fa inni wahidun ka ahadikum. Men sizlarning biringa o'xshab bir kishi. Va antum al-yawma tuqirruna bil haqq. Sizlar bo'lsanglar bugungi kunda haqni bo'lmush haq deb shuni iqror qilasizlar. Khalafani man khalafani. Mening ko'z qarashimga zid bo'lsa-mu, haqni desang bo'ldi. Va wafaqani man wafaqani. Menga qarshi fikrda bo'lgan bo'lsin, menga o'xshash fikrda bo'lgan bo'lsin, haqni muayyalash desang bo'ldi. Va la turidu an tattabi'u alladhi hawaya. Lekin men sizlarni mening ko'ngil xohishimga ergishishni xohlamayman. Bu xalifa mudarraq qilmoqchi o'xshaydi deb Şoy şunda sının to'g'ri shunda qilib deb bilishni xohlamayman. Vaqat sami'tum kalam haulal qawm. Sizlar fahmning so'zini angladinglar. Allazina za'amu anni azlimuhum. Ular meni ashularga zulm qildi deb da'vo qilganlar. Yani zulm qilyapti degan bo'lganlar. Va inni a'udhu billahi an arkaba zulma. Zulm qilishdan Alloh taoladan panohlik tilayman. Yani erkaba zulman degan hozir xuddi zulmni uloq qilib menib manash, yani zulmga o'tirib qilishdan la in kuntu zalamtuhum shay'an huwa lahum. Men ularning bo'lgan narsani ta'tilib lozim qo'ygan bo'lsam va ataytuhu g'ayrahum, ularning haqqini boshqa bir qo'ygan bo'lsam laqad shaqitu. O jarman badbaxt bo'lib ketib qolaman. لقد شقيت بدبخلك كمال بخسادت كماس بخسلك أشرام بلما وذلك في قصة طريفة يرويها أبو يوسف في كتاب الخراج مسجدنا حضرت عمر qiziqarli qissada rivoyat qilgan. Qaysi kitobda? Imom Abu Yusufning Kitab al-Kharaj deb kitobi. Al-Kharaj, ya'ni davlat boshchilik qilganda boshqarish, qanday o'qish to'g'riliq darslar yozilgan kitob. Devlet maliyasiga munosib kitob. Vaqat tajovaza xuluqul muslimin al-adla ila ash-shafaqati var-rahma. Musulmonlarning axloqi bu adolat degan narsani Alloh barpo qilayotgan, adolatni halqib, mehr shafqat va rahim qilishga olib ketgan. Wa yurwa anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naha an yufarraqa baynal ummi wa waladiha fi sabaya bani Qurayza. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bunda to'sqanligiga rivoyat qilindi dedi. Ya'ni Bani Qurayzaning sabayani taqsim qilgan chog'da balasidan bir onasi bunda bo'lgan ahvolda, ona bola bo'lgan ahvolda bu qo'llamasa ikkalanga taklif onasi birisiga birisiga unda qilmayman. Ikkala biraydan nasibisiga. Yo'q biraydan nasibisi bo'lmasa unga badal to'lab ikkalani biraydan erkin tutganga ayni buyurgan. Ya'ni ona bola ayratmanlar deb to'satgan. وقال إن من فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. Kimki onadan balani ayirsa Alloh taoloning sevimli kishilardan qiyomat kuni ayiradi. Ala ma ahna hadhihi al-qulub ala al-insaniyya. Diqqat, ala yana biz diqqat. Ayo.
كون ترجمة آيات الآية ما أحنى هذه القلوب على الإنسانية ما هو ما أحنى ديان صيغة تعجب نما ما أفعله وأفعل به مش دلار إنسانية كان نلقى مهربان وأرحمها بالبشرية إنسانية كان نلقى رحم دل ولكن الناس أكثرهم لا يعقلون لكن خلائق من كم قسمه ونشين ما يدرون شون مسلم الله جمران بوسا يا الله ده ناراض من ورسي شتوا bunu var mı? Bunda benim şefkatlik, adaletlik, bunda bir İslam tüzümüne icra kılan bir adam yaparsa bu istimanı uçanmayan bu hak. Onu var. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.